Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 4. Miladiya 1678 yılı Ürük pişqi. Namaz şam vaqti bilan Hazrat qasriga yetib kelgan Molla Saqi herib ketgan Jadi Baytalning ustidan avaylab tushdi-da, avval Janobi Allohning, ondan Piri Buzurg Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning nomini zikr qilib, bir necha qitim shukr sano etdi. Ondan Hazrat xonqosiga mayuslik bilan nazar tashladi. 5-6 yildan beri Xo'ja Hidoyatulloh Eshondan ayrilib qolgan Hazrat xonqosi butunlay cho'ldarab qolgan edi. Xonqoning oldiga joylashgan Sharbat ko'lining bo'yidagi so'gatning soyasida qerib mag'durdan ketgan 3-4 nafar darvish divonlar xuddi o'limni kutayotgandek erinib yetishadi. Xonqoning oldidagi saynoni qo'yib o'sgan qumush, yantoq, buya, chig'irtmoq va yovichimlar qoplab ketgan edi. Xonqoning tomlari zaylab, sho'rdab, o'rilib ketayla deb qolgan edi. Molla Saqining ko'z oldiga ilgirki necha yuzlagan so'pi darvishlar va tavobchilar bilan ovatlashib, kecha kunduz to'xtamay jaranglab turadigan jari sama sadolari bilan qaynab turadigan, kam deganda kuniga 3-4 toshning o'ti o'chmay pishib turadigan, mazlik puroq tarqitib turadigan dab-dablik manzara zohir bo'ldi. Molla Saqi ashu so'pi darvish tavobchilarning orasida takabburlik bilan g'adiyib mengib, xohlagancha buyruq tushiradi. Xohlasa jari samolarga yetakchilik qiladi. Mana hozir xonqa tashlanib qolgan, doshlarni to'p-tuman besib, ba'ayni xarobilikka aylanib qolgan edi. Molla Saqining vujudiga birdanla yig'i ulashdi. Ko'zlaridan taramlab tushgan yoshlari qo'yuq char soqollari orasiga singib ketdi. Allohu akbar! Allohu akbar! Xonqoning quppisidan anglangan zaif ovozdan Molla Saqi darhol esini yig'di-da, ko'k qo'mishni ko'rsultib ishtiho bilan yavatgan Jadi Baytalning tizginini bo'yniga otib qo'yib, namoz shamga tarat ilish uchun Sharbat ko'lining bo'yiga qarab maqdi. Bu chaqda heliqi 3-4 nafar darvish divona namoz o'tash uchun xonqaga kirib ketishgan edi. Molla Saqi tarat elib bo'lib, xonqaning bo'sug'isidan bismillah deb otladi. Mehrobning qichidagi chiroq payda bir tal chiroq ojiz pilildab, mehrobning atrofini g'uva yo'rtib turadi. Shuncha yo'g'on xonqaning ichida oran 10 necha nafar so'pi darvish sap tuzib turishadi. Molla Saqi ildam kelib sapga qitildi-da, namoz shamning 2 rakat sunnatini o'qish uchun takbir etib quloq qaqdi. Ammo shuncha ixlos qilibmi diqqatini yig'olmadi. Ichida sura o'qiyotgan bilan kollasida boshqa xiyollar hukmron edi. U mehrobdagi imomatchilik qilayotgan Molla Naqini keyindan qarabla tonigan edi. Ko'rishmaganiga 5-6 yil bo'lgan yaqin birodarini ko'rgan Molla Saqining diqqati butunlay chechilib ketgan edi. Shu topda uningga Molla Naqining baslik gavdasi qo'rilib, kichiklab ketgandek ko'rinib ketgan edi. Namoz shamning 3 rakat farz namozini boshlagan Molla Naqining tunish ovozini anglab, Molla Saqi ko'z yoshlarini faqat to'xtatmadi. U shu topda namozni buzib, Molla Naqi bilan quchoqlashib ko'rishish, uzundan beri jo'g'lashib qolgan yurak sirlarini biroqla to'kib tashlashdan o'zini aran tutib turadi. Nihoyat namozmi o'qilib bo'ldi. Molla Naqi qisqala duo qilgandan keyin oldidagi 10 necha so'pi darvishga qarabmi qo'ymay, chiroqni o'chirib etishni unutib qolmanglar deb topildi-da, sirtga qarab mangdi. Molla Saqi 4-5 qadam orliq qoldirib, uningga ergashdi. Xonqaning sirti sutdek oydin edi. 15 kunlik to'lin oy bir tal oltin degandek ko'k qa'rida esilib turadi. Süpsüzük osmon etigida tumanlagan yulduzlar jaraqlab yenib turadi. Assalomu alaykum, ey birodari aziz.
dedi Molla Saqi Molla Naqiga yaqinlashib titrangu ovoz bilan. Tuyuqsiz anglangan bu tonish ovozdan Molla Naqi chippida to'xtadi-da, hayronlik bilan orqasiga o'rildi. U o'ziga hayajon bilan talmirib turgan, kiyim-kechaklari vayrona, choch soqollari o'sib ketgan Molla Saqini damonliqqa taniyolmadi. Shundaqdimi Molla Saqining ko'rishishga uzatgan ikki qo'lini ta'ajjub ilkida qisdi. Va alaykum assalom. Molla Naqining o'zini taniyolmayotganligini his qilgan Molla Saqi yana eg'iz ochdi. Ey buradirim, meni taniyolmayotgamdilar? Men sizning qiyomatlik yoranlari Molla Saqi bo'lurman. Molla Naqi uyqudan uyg'ongandek birdilla ko'zlari namlashib, burun to'shukchalari kengaydi. Saqal burut bosgan lavlari avval titradi, keyin o'mchaydi. Ah, Tangrim, bamusle birodar. Molla Naqi shundoq dedi-da, o'kirab yig'lig'inicha Molla Saqiga esildi. Ular bir-biriga esilg'inicha buqildab yig'laydi, ich-ichidan o'pkidaydi. Ular asta-asta esini yig'ishdi. Janobi ishon pirim qeni, o'zlari yolg'izlik qaytib kelibdi-ku, birodar. Molla Saqi Molla Naqining savoliga javob bermay, atrofga ehtiyotchanlik bilan nazar tashildi-da, asta pichirladi. Aval ishkiriga boshlasizlar, birodar. Bu ya so'zlashishga bi'ab. Ular Qasrning ishkirsidagi Hidoyatulloh Ishonning ilgirki xos xutbaxonasiga kirishdi. Hidoyatulloh Ishonning topshirig'i bilan bu yerda qilib maxfiy sulki ishqiya targ'iboti bilan shug'ullanayotgan Molla Naqi shuncha yo'g'on qasrda xotin bolalari bilan yolg'iz turib-o'tadi. Ular xutbaxonaga kirib, qaytadan hol ahvol so'rashdi. Avval taom, ondan kolam debdikan, dedi Molla Naqi dasturxon ko'tarib kirib, qattiq quruq bo'lsa-mu, choy ishkash, biror burutadan nonga baqqash tursalar, qushnoch hozirla tamoq tayyor qiladi. İştihalari nima g'izoga tortadi ekan? Bo'ldilar, bu kechda buvimni avar qilmaylik. Tuzut qilmasalar, birodar. Undaq bo'lsa, biror taboqdan qiymiliq o'g'ri ichayli, dedi Molla Saqi. Harduq chiqarishqa o'g'ridan boshqasi bekor. Ma'qul, harduq ishi o'zlarining ro'ylaricha bo'lsin. Qaldisiga qushnash bilib g'izo qilg'ay. Molla Naqi chiqib ketib, birligan vil-vil pishqan o'rik ko'tarib kirdi. Qutbil Ahtab pir buzrukimiz esanmi? İnşallah tinish amon, dedi Molla Saqi. Ular sayxonasiga besib, nash silingan chilimni xumarliq sho'rashqinicha qizg'in suhbatga tushib ketdi. Molla Saqi bu 5-6 yildan beri Xo'ja Hidoyatulloh Ishon bilan billib bo'lgan yurtlarni bir boshdan so'zlashga boshladi. Uchrashgan xon podshohlarning Hidoyatulloh Ishon xo'jasiga tutgan so'g'uq muomalasini va ahli suluk peshvolari dindorlarning Hidoyatulloh Ishonni ko'zga ilmay qilgan so'z harakatlarini yoshirib, uning aksicha ko'ptirib so'zlaydi, adab po atadi. Janobi Sultanul Muhaqqiqinimizning muborak nomi 18 ming olamga mashhur ekan. Birodar, borganligi shaharlarda xon sultonlar Ishon pirimizning oldiga poyandoz silib istiqboliga chiqdi. Ahli suluk peshvolari ton sarpoylarining peshini suyib ko'zga surtdi. Bo'libmi Kashmirning podshohi Muhammad Rajaxon olilarining ordusida ajoyib katta kutulishlarga erishdik. Tibettagi butparastlarning xo'jasi Janobi Qutbil Ahtobimizning kashfu karomatlarini ko'rib, darhol Ishon pirimizga qo'l berib murid bo'ldi va pirimizni 18 ming olamni nur ziyoga purkuguchi Apaq Xo'ja Hazrat deb og'zi tegmay ta'riflab ketdi. Shuningdan boshlab Ishon pirimizning Apaq Xo'ja degan muborak nomi ayon bo'ldi.
Maşallah, Qutbul Aqtabimizning hidoyat optipi 18 ming olamdagi jimi napok bandalarning qorong'u dilini yo'rtib, ahli sulkimizning tug'u shaddilari abadil abad javlan qig'oy, dedi Mo'linaqi hayajonlangan holda ko'ziga yosh ilib. Ol butparastlarning xo'jisi Jung'aridagi Mo'g'ul murtiga tamomiy sarkarda lashkarlari bilan kelib, Ишан xo'jamizga Dahri Sultan İsmail Xondan butkul Saidiya tasarrufini so'yib elib berish xususida maktub yozdilar. Xo'jamiz ol maktubni elib Jung'arlarning qishig'a yurib ketdi. Meni bo'lsa darhol Qashqarga qaytib, janoblari bilan birlikda ahli sulukdagi butkul murtil hidoyatchilarni harakatlantirib, taq bo'lib turishga buyurdi. Xudo xolisa, Abbah xo'ja pir buzurgimizmi pat yaqinda Jung'arlarni boshlab kelib qoladi. Uninggacha bizlar kim sadoqatman zotil aqtoblari har qaysi yurt oymoqlardagi xalifa, suluk mas'ullarini ham hijobul g'ayib bahodirlarni jami qilib, Ишан pirimiz buyurgan ikki ishni ro'yobga chiqarmoqimiz vojibdir. Ишан pirimiz buyurgan ul ikki ish qaysikin birodar? Ul ikki ishning biri Dahri Sultan İsmail Xon ordusidagi murtil hidoyatchi yoranlar bilan muloqotda bo'lib, paytni tepib, osi amirlardan Mirza Babaqbek, Mirza Avazbek qatorliq amirlarni yoshirun ujuqtirib etish. Yani biri tümen kishilik so'pi lashkarlar qo'shini qurish. Men ata sahardila ostoniga qarab yo'lga chiqib, birinchi ishni ro'yobga chiqarishning ko'yida bo'laman. O'zri darhol har qaysi xalifa suluk mas'ullari bilan xabarlashgaylar. İşlar nayt muxbiyani bo'g'ay, muqaddas farmon zinhor oshkorlanmag'ay. Ular shu yusunda mungdushib o'tirib, avval bir tabaqdan osh ko'ki, yolpuz güpüldab purab turgan qiymiliq ugra, ondan jiltisi qog'ozdak ichilib, kichik tugilgan Peter mantini ishtiha bilan yeyishdi. Arqisidan bir necha opqurdan musallas ichishdi. Shu orliqda Hidoyatulloh Ишан tuzib bergan suiqasdlik planlarni qandoq vujudga chiqarish haqida xeyli uzoqcha mungdashdi. 5. Saidiya xonligining ostonasi Yarkan. Sultan İsmail Xon Xo'ja Hidoyatulloh Ишанni Saidiya xonligi tavazidan mangulik qo'g'lab chiqargandan keyin türlük sülük mazhab majralardan qutulgan Saidiya xonligida 5-6 yildan beri nisbiy tinchlik, osoyishlik hukm surayotdi. Bu mezgilda o'z xo'jasidan ayrilib qolgan sulki ishqiya muridlari Sultan İsmail Xonning turlik sülük targ'ibotlarini cheklash xususidagi farmoniga bo'yin tovliq qilishga petlanmay, sülük targ'iboti bilan shug'ullanish uyoqda tursin, sülük faoliyatlarini xupiyani ilib berishga majbur bo'lib qolgan edi. Saqiya sülküning peshvolaridan Maxtumzoda Shuayb xo'ja bilan Daniyal xo'jalar Rajab Darvishdan iborat Atka xalifaning o'limidan keyin namda Sultan İsmail Xonga bir ustoz bo'lsa-mu, amaliyotda İsmail Xon saltanatiga to'liq beqinib qolganligi. Shundaqla Xo'ja Hidoyatulloh Ишанdan iborat ashaddiy raqibidan qutulganligi uchun sulki ishqiya muridlaridan qisos ilishni to'xtatgan edi. Şuna bu qisqagina 5-6 yil ichida Saidiya xonligidagi xalqning turmushi tezla yaxshilanishga qarab yuzlandi. Sultan İsmail Xonmo Mirza Babaqbek, Mirza Avazbek, Mirza Haydar Do'g'lati, Malika Muhtaram xonim qatorliq amirlarning tashabbusi bilan diqqat nazarini xalq turmushini yaxshilashga, munosabatlik turlik inshootlarni qurish, tashlanib qolgan, vayron bo'lish girdoviga berib qolgan madrasa, maktab, kutubxonalarni qaytadan asliga keltirish qatorliq ishlarga qaratdi. Har qaysi yurt aymoqlardagi xalq eriq o'stanlarni qaytadan chopdi. Tashlanib qolgan, cho'llashib ketgan yer zamin bog'larni qaytadan obodlashtirdi. Konchilik, metal ayrish, holvobchilik, to'qimachilik, qo'l hunarvanchilik, savdo tijorat,
qatarlıq kəsblər qaytadan canlandı və əsliga gəldi. Bolubmu Sultan Abdurəşid xan zamanısında Qıdırxan Yerkendi, Xaniş Amanlısa, Oyazbek Quşçi və Xaniş Amanlısa xanның dadisi Mevlana Mahmud qatarlıq alim ölümalarının təşəbbüsü bilən kengaytib qurulğan, keyinki vaqtlarda taşınıb qalğan Yerken xanlıq mədrəsəsi və xanlıq kütüpxanası qaytadan əsliga keltirilib, hər qaysı yurtlardan alim ölümalar müdərrislikə təklif qılındı. Neçə yüzlügən taliblar ilim təhsil qilishqa başladı. El arasındaki alim, ədiblərinin tibabatçilik, astronomiya, matematika, til ədəbiyyat və türlü kəsblər haqqındakı yazılğan ilmi əsərləri, risalları, şiiri, divan, dastanları yığıb əkilinib, neçə yüz nusxada köçürülüb, xanlıq kütüpxanada saqlanğandan taşqırı hər qaysı mədrəsə, məktəblərə və el arasıga tarqıtıldı. Chet ellərdən türlü temidagi kitaplar keltirilib, tərcümə qılındı. Bugün xanlıq kütüpxananın hovlisidagi tal barağının astida oldidagi rahilga qo'yib olgan kitapqa mixdaq qadılıb o'tirgan Mirza Babaqbay butkul asiyodi bilan kitap o'qishga berilib ketgan edi. Chash soqollari ushdak oqargan bu ulug' harbiy sarkarda mushu yillarda Amir Kabir mahkamasidan ko'ra xonliq kutubxonaga ko'proq qatiraydigan bo'lib qolgan edi. Assalomu alaykum, Amir Kabir ota. Mirza Babaqbek kitapdan darhol beshini ko'tirdi-da, oldida o'ziga hurmat bilan qarab turgan Malika Muhtaram xonimni ko'rib, o'rindan turishga tamshaldi. Va alaykum assalom qizim. Qutlug' qadimingizga marhaba. Qo'zg'almislar ustoz, dedi Malika Muhtaram xonim Mirza Babaqbekning gavdasini chaqqonlik bilan yengil besib. 20 yoshlarning qarsini ep qolgan Malika Muhtaram xonim o'sniga to'lib, xuddi po'raklab echilgan bir dasta gulga o'xshab qolgan edi. Bel purma atlas ko'ngliki zilva qomatiga shundoq yarashgan bo'lib, shundoqli qaragan kishiga butkul badanni bir to'p rangdor kepinaklar o'rab turgandek tuyg'u beradi. 40 tal qilib o'rib olgan qop-qora sumbul chochlari teqimida so'ylaydi. Xuddi bir dasta nur talalaridan to'qilgandek val-vul nur qaytirib turgan aynakdek suzuk Hilhila romanının üstüdün bastırıp kiyvagan marjan dopisi navadrang chiroyiga o'zgacha latofat beg'ishlagan edi. Attas ko'nglik ichidagi nozik qaddini o'rab turgandek bir uchi yerga sangilab turgan Hilhila romal cho'churidak quloqlaridagi oltin sirg'isini va oy jamolini yerim o'rab xuddi nepiz tumanlar orasidagi to'lin oydak jalbkor ko'rsatdi. Qosh teshidek suzuk bo'yindagi olmos ko'z qo'yilgan oltin zunnar qo'zining tumushqidak bo'rtib chiqqan nozik ko'ksining o'tirsida yengil tavrinib, ayollar badandagi eng go'zal, eng jalbkor bu a'zoning jazbisini necha hassa oshirib etgan edi. Qandaq muhabbatnoma va mehnatkomni o'qib baxlimo qizim. Bu buyak mundaq izohat berilibdi. Muhabbatnoma va mehnatkom bu klassik shoir Muhammad Emin Xo'jamquli Yeriqitning mashhur dastoni bo'lib, milodiya 1670-yil yozilgan deydi. O'qib baxlimo deganmi gapmi? Amir Kabir ota, tünügün qo'limga olgandan tortib, ta hozirgacha necha martam o'qiganim esimda yo'q. Hatto yodlab oldim desammi bo'ladi. Bu dastonni meni o'qishga tavsiya qilganliklariga ko'p rahmat. Men mo'texa o'tgan hafta ko'rishga muyassar bo'ldim. Tunji ko'paytirilgan 2 nusxasidan birini sizga, yana birini xon olilari huzuriga avatib bergan edim, dedi Mirza Babaqbek. Shu topda
Ushbu daston haqidagi ta'sirotingizni anglab boqing ba qizim. Daston haqida boshqa o'lima mudarrislar bilan jam bo'lib muloqotda bo'lg'aymiz, dedi Malika Muhtaram xonim. Shu topda sizni izlab kelishimdagi maqsad ushbu dastondagi bir necha misrani janoblar bilan birlikda xon otamning huzuriga berib o'qib berish. Shundoqmi? dedi Mirza Babaqbek o'ylangan holda. Buningda boshqa biror muddoyingiz bormi nima? Shundoq, dedi Malika nazokat bilan kulib. Hamma gapni xon otamning oldiga borganda deyman. Yuring amisa, dedi Mirza Babaqbek o'rnidan turib. Ular Sultan Ismoilxonni o'rda beg'idagi Lalazor raviqidan topdi. Shu topda Sultan Ismoilxon bir qancha amirning hamrohligida sharobbozlik qilg'ach muqam tingshayotdi. O'rda raqqoslari larzon usul o'ynayotdi. Sharob ta'sirida xilla kayib bo'lgan Ismoilxon ko'zlarini raqqos qizlardan uzanmay qolgan edi. Malika Muhtaram xonim nag'mining tugishini savirchanlik bilan kutib o'tirdi. Mirza Babaqbek bo'lsa Sultan Ismoilxonning kayfiga ta'sir yetkazmaslik uchun lam-jim demayotdi. Mushu yillarda Sultan Ismoilxon sharobga xilli ugunib qolgan edi. Uning o'rniga chiqib, amir baglarning ma'lumotlarini anglaydigan, har qaysi yurt aymoqlardan kelgan ma'lumot, arz shikoyatlarni bir taraf qiladigan vaqti, xususan hokimiyat ishlariga qaratgan vaqti borgan sari ozlab ketib boradi. Kunlari haramda yoki mana mushundaq bazmi so'rinlarda o'tadi. Payzi tutib qolsa, ancha-muncha ishkorga chiqadi. Hokimiyat ishlariga oid ma'lumot, maslahatlar quliqiga ancha xush yoqmaydi. Maqtash, xushamas so'zlariga alohida e'tibor qiladi. Sozandalarning nag'malari to'xtaydigandek emas edi. Malika Muhtaram xonim nag'miga mahliya bo'lib ketgan Sultan Ismoilxonning diqqatini qanday qilib chalg'itish haqida bosh qotirayotdi. Shu asnoda Mirza Haydar Dug'lati bilan Hudaychibek o'ng so'li o'shgan holda yetib keldida xonga qo'l bog'lab ehtirom bildirib so'zladi. "On hazratimga jiddiy ma'lumot bor." Sultan Ismoilxon kayfini buzib, bevaqt yetib kelgan amirlarga norozilik bilan qarab qo'yib, sozandalarga qo'l ishorasi qildi. Shu hamon sozandalar nag'midan to'xtadi. Usul o'ynaverib, oldin ketgan raqqoslarmi o'zlarini daldiga oldi. "Nemish?" dedi xon qopqini turib. "On hazratimga ma'lum bo'lg'ay", dedi Mirza Haydar Dug'lati jiddiy yo'sinda. Xotanning amir lashkari Shir Ali Bahodir qo'l ostidagi sarkarda lashkarlar tarafidan qatl qilinibdi. "Nima?" Sultan Ismoilxon qattiq cho'chidi. Xonning alpozini ko'rib Mirza Haydar Dug'lati bilan Hudaychibekning put-qo'liga titrak o'lashdi. Bekavulbek mushu so'rinda muhim bir kengash bo'lganligini pamlab, sozanda xizmatkorlarni qaytib ketishga ishorat qildi. O'rda beg'idagi bu yozliq so'rin birdilla mudhish timtasliqqa cho'mdi. So'rindagi barliq amirlar olmon-talmon o'rinlardan turishdida, supidan tuvanga tushib, qo'l bog'lab turishdi. Shu topda ular boshlarida o'lim vahimasi agigandek tuyg'uga kelib, as-hushini yo'qotishgan edi. Necha yildan beri xos bazmi mashrab, aysh-ishratlarga ko'nib qolgan bu amirlarning ko'pinchisi ilgirki jasoratini butunlay yo'qotgan bo'lib, tuyuqsiz yuz bergan bu voqeadan qattiq sarosimaga tushgan edi. Amir lashkar Shir Ali Bahodirning qatl qilinishining boisi nimikin? So'rdi Sultan Ismoilxon Mirza Haydar Dug'latiga qarab. Sultan Ismoilxon o'tgan yili cho'ng o'g'li Shahzoda Babachaq sultanni vali ahdi qilib bekitgandan keyin o'zidan ilgirki Saidiya xonlarining vali ahdiga Qashqarni suyurg'al qilib berish an'anasiga asosan Shahzoda Babachaq sultanni Qashqarning noibi va amirlikka tayinlab Mirza Haydar Dug'latini Ostoniga qaytirib kelib, Lashkari divanning o'rinbosar amri kabirlik, omonlik mahkamasining amirlik mansibiga tayinlagan edi.
Yaşınıp қалған Mirza Babaqbekmu Lashkari divanning kundalik xizmatlarini Mirza Haydar Do'xlatiga topshirib, ko'pincha vaqtini xonliq madrasa bilan kutubxonada o'tkazib Mirza Haydar Do'xlati Xotandan kelgan jiddiy ma'lumotning mazmunini ma'lumot akaguvchidan anglaganlarga birlashtirib xonga aqsoga yetkazdi. Aslida yaqinqi 5-6 yildan beri Saidiya xonligida hukm surgan tinchlik, osoyishlik vaziyat yolg'iz Sultan Ismoil xonning emas, har qaysi yurt aymoqlardagi amir sarkarlarni xilla bexotlashtirib qo'ygan edi. İşki malmanchilik va tashqi tajovuzchilik vayimizdan qutulgan sarkarlar, sipahbaglar, qo'l ostidagi sarbozlarga, lashkarlarga bo'lgan lashkariy mashq, lashkariy qonun jasoqlarni suslashtirib qo'ygan. Kunlarini aysh-ishrat, bazmi mashrablar bilan o'tkazishga boshlagan edi. Sultan Ismoil xonning ishonchisiga Amir Kabir Mirza Babaqbekning e'tiborlashiga erishgan Xotanning amir lashkari sarkarda Shir Ali Bahodir bo'lsa, sharobbozlik va aysh-ishratga to'liq berilib ketgan edi. Dastlabda bu Bahodir azimatga bo'lgan hurmat ixlosini bildirish uchun Xotandagi bir qism boy zardorlar va yurt baglari qizlarini nikohlab berib, o'zlariga kuyovg'ul qilib oldi. Keyincha Shir Ali Bahodirga qiz sovg'a qilib, kuyovg'ul qilib olish Xotanda bir umumiy odatga aylandi. Qisqagina 2-3 yil ichida Shir Ali Bahodirning harimidagi to'qallar 50 dan ishib ketdi. Aysh-ishrat patqiqqa beshchilar kirib ketgan Shir Ali Bahodir endi bu to'qallarga qanoat qilmaydigan bo'lib qolgan edi. Shunga u keyincha qo'l ostidagilarni buyurib, avomning rasida bo'lgan chiroyli qizlarini majburlab akeldirib nikohiga oldi. Bu bir ofatning boshlanishi edi. Amir lashkarining boshchilik qilishi bilan qo'l ostidagi sarkarlarmi avomning qizlarini xohlagancha dafsanda qilishga boshladi. Shuning bilan Xotanda bo'yga yetgan qizlari bor ota-onalar qizlarini yuraklik tala-tuzga chiqaramay, qoznaq uylariga solab xabar oladigan bo'lishdi. Ish mushu yo'sinda davomlashavergan bo'lsa, balkim Sultan Ismoil xon bu ishlardan xabarsiz qilavergan. Shir Ali Bahodirmi amir lashkarlik sur hayvisi bilan ishqibozlik payzni suravergan bo'lar edi. Bir kuni 500 nafar xos nökeri bilan shikarga chiqqan Shir Ali Bahodir Yo'rinqosh daryosi bo'yidagi kangri to'g'raqliq jangalda 3 kun ov qildi. 4-kuni Xotanga qaytashida 3 ot qitilgan esil bir mapaga to'qurishib qoldi. Ovdan dabdaba bilan qaytib kelayotgan 500 otliqning döpür ovozi va qiy-chuv sadolari mapaga qitilgan shosh otlarni urkitibdi-mu qandaq otlar mapini ilib qochdi. Bu bir qiziq voqea bo'lib tuyulgan Shir Ali Bahodir 10 necha nökerini agashtirib mapini qo'g'ladi. Da mapiga qiytiqliq otlarni chapdastlik bilan to'xtatib oldi. Bu chaqda mapining ichidagi qo'rqib ketgan ayollarning voysash zorlashlari texi besilmagan edi. Katang yo'lda qattiq silkinib, mapining orqa tarafidagi ishki ajrab, quppi shakllik naqshlik raviqi shaloqlab qolgan edi. Shir Ali Bahodir ichilib qolgan mapi ichiga shundaqli qarab, ko'zlaridan ajoyib bir shahvoniy nur yalt qilib chaqnab ketdi. Mapi ichidagi 4 nafar juvon qo'rqib ketganligidan yuzlariga chumballarini yepivilishni unutib, bir-biriga mahkam yepishqinicha titrab o'tirishadi. Ularning orasidagi kiyim-kechaklari, zibu zinnatlari bilan emas, ajoyib chiroyli husn jamoli bilanmi boshqa ikki hamrohlardan olayda farqlanib turadigan 25-30 yoshlar chamisidagi ikki juvon Shir Ali Bahodirning yuraklarini o'yintib, vujudini sherin jug'iltirayotgan edi. 3-4 kundan beri jangalliqlarda ov tamoshasi bilan bo'lib, kiyik bo'g'a qatorliq yovvoyi hayvonlarning go'sht kebablarini bo'ldi deguchi yeb, shahvoniy havisi taqildab turgan Shir Ali Bahodirning ko'zlaridan birdilla o't chaqnab ketdi. Attang, Xotandagi tangdoshsiz bu bir jup parizot Shir Ali Bahodirga ajab nisb bo'lmoqda. Shir Ali Bahodir neri berisini surishtirib o'tirmayla nökeriga qo'l ishorasi qildi-da, o'zi udul harimiga qarab ot chapdi.
Әмір ләшкәрнең қол işarəsinin мәнісini dərhal düşənген nökərlər heliqi juvanlarning qiyachiya dod faryodlariga parvomı qilmasdan napining oldini udul Әмір lashkar qasriga to'g'irladi. Shir Ali Bahadır bu ikki cho'kanning zar-zar nolisiga parvomı qilmasdan ular bilan 3-4 kun ko'ngil ochdida ondan harmidan chiqarib etdi. Aslida bu ikki juvon Shir Ali Bahadırning qo'l ostidagi ikki sarkardining xotinlari bo'lib, shu kuni ular shahar sirtidagi bir boyning ayolining taklifi bilan baravatga chiqqan edi. Ahvoldan xabar topgan sarkardilar bu xo'rliqqa faqatli chitamadi. Birer amal qilmasak, o'yin qiz bola voqealarimizni saq qo'ymaydigan o'xshaydi, deb intiqom olish haqida plan tuzishdi. Maslahat pishqandan keyin Shir Ali Bahadırni uyiga mehmondorchilikqa chaqirdi va afyun aralashtirilgan sharobni bo'ldi deguncha ichirib g'arq mast qilib etdi. Ondan Bahraman uxlayotgan Shir Ali Bahadırning kiyimlarini saldırıp, yalang'ashlab, uyning to'rigiga chambarchas bog'lab etdi-da, Әмір lashkarining mastligidan yeshilishini kutdi. Yuziga muzdak suvning chechilishidan esiga kelgan Shir Ali Bahadır o'zining turqini ko'rib hayron qoldi va g'azab bilan vaqirdi. Tap tartmasdan meni yalang'ashlab, bog'lab qo'yishga petinigan qo'ysang. Vaqirmisizlar, Әмір lashkar janoblari, dedi heliqi ikki sarkarda Shir Ali Bahadırga nafrat bilan qarab. Sizlarni mana bu ikkimiz bog'ladik. Ular xotinlarga Shir Ali Bahadırning qandaq zo'rlik qilganligini birma-bir so'zlagandan keyin Shir Ali Bahadırning kechirim so'rab, yelinish yalvurishlariga parvomi qilmasdan, "Xotiniga to'ymagan narsang mushimi?" degenicha toshiqi bilan zakrini qo'shib tuvdin to'lg'ab kesib etdi. Dahshatlik og'riq azobiga chidamagan Shir Ali Bahadır zar qaqshidi va shu yo'sinda bir haza tipirlagandan keyin asta jon taslim qildi. Shir Ali Bahadır qansirab o'lgan edi. Shir Ali Bahadırdan qisos edish maqsadiga yetgan ikki sarkarda bo'lgan ishlarni tafsiliy yezib, o'zlariga Sultan İsmail Xondan jazo talab qilib, ostoniga jiddiy ma'lumot ma'ndirgan edi. Mirza Haydar do'qlatining so'zlari oxirlashgandan keyin Sultan İsmail Xon bir haza sukutga cho'mdi. Shu topda u Shir Ali Bahadırdek sadoqatman, shirmat azimatning bu darajada tapdan chiqib ketganligini faqatla aqliga sig'dira olmayotdi. "Farmon!" dedi Sultan İsmail Xon asta beshini ko'tarib. "Barang'ar qo'shinining amri Mirza İsmail Ordobegi Xotanning Әмір lashkarligiga tayinlansin. 3 kun ichida tayyorlikni bitirib yo'lga chiqqay. Marhum Әмір lashkar Shir Ali Bahadırni qatl qilgan sarkarlarning mansab martabasi ilib tashlansin. Lashkari divan har qaysi yurt aymoqlarga lashkari jazoqni kuchaytirish xususida farmon tushirgay. On hazratimning shafqatiga hech qollar. Deyishdi boshqa amirlar Sultan İsmail Xonning ancha chechilib ketmaganligidan ko'ngli oromiga tushib. Ish pesh bo'lmasa qaytinglar, deb amr qildi İsmail Xon. Amirlar xonga yana bir qatim ehtirom bildirgandan keyin qaytishdi. Mengishqa tamshilib turgan Mirza Haydar do'g'latini Mirza Babaqbek sharatlab to'xtatib oldi. Әмді Lalazar qasrida Sultan İsmail Xon, Mirza Babaqbek, Mirza Haydar do'g'lati va Malika Muhtaram xonim qatorliq bir necha amri bilan xoslik qolgan edi. Shir Ali Bahadırning o'limi va o'limiga sabab bo'lgan ishlar Sultan İsmail Xonning ko'nglini g'ash qilib qo'ygan edi. Bayatın ishgan sharobning kayfi butunlay tarqilib ketgan bo'lib, xonning tomoqlari qurib ketgan edi. Mirza Haydar do'g'lati oltin jamga liqlab sharob qo'ydi-da, Sultan İsmail Xonga tanladi. Bir o'tlam sharob ichib asla qiblagohim. Xon gap so'zsizla oltin jamni qo'liga oldi-da, sharobni gupildatib ichib etdi.
xonning kayfiyatining xeyla normallashganligini his qilgan Mirza Babaqbek asta so'z boshladi. Ko'ngillarini yerim qilmasala qibligahim. Mərhum Sərkərdə Şirəli Bahadirning faciəsi həqiqətən bir savaqdır. Büyük Saidiyyə səltənitimizdə osayışlıq hüküm sürgən bu 5-6 yıldan beri ləşkəri işlarda ağır susluq, boşanlıq keyfiyatı payda oldu. Ləşkəri qanun casaqlar boşuşub, ləşkəri məşqlər taşlanıb qaldı. Avamdın ləşkərlikə qəbul qilish işləri zor dərəcədə qısqartılğanlığı üçün qeyri-çürü, aziz ləşkərlərinin orniga yosh, qabul ləşkərlər səplənmədi. Xanlığımızda tinchlik hüküm sürgəndək qılğan bilan İri rayonni besib olgan Uyrat aqsunyakları öz nisibasiga shukra qanoat qilmay, hadab qumul tavasida parakanchilik paydo qilmoqda. Lashkari divan mushu xususda on hazratimga bir necha qitim ma'lumot sungan bo'lsaqmi, hech bir javobini ololmadik. Mana endi Sarkarda sarvozirimiz aysh ishrat, kayib sapoga berilib, raiyatga zulm sistemlarni silishga boshlabdi. Chegaradagi lashkar qarorgohlarni tartibga silish, yangilash, yangi lashkar qabul qilib mashqlantirish va raiyatning ko'nglidagi parakanchiliklarni tugutish to'liq zarur bo'lib qoldi. Buning uchun xazindan xarajat ajratib, lashkariy xarajatni oshirishga to'g'ri keladi. Şirəli Bahadirning o'lim vaqasiga yanıla lashkari divan javobgar bo'lishi kerak, dedi Sultan Ismoilxon qapqan turib. Lashkari xarajatni oshirsak, amdila to'liqlanishga boshlagan xazina yana quruqlanishga boshlaydi. Buyuk Boburiylar bilan Buxoro xonligidan voyim yemisakmi bo'ladi. Ular bilan o'tirimizda ahdu paymon bor. Elini besib olgan uyratlar Qumulda ancha-muncha parakanchilik tug'dirgan bilan Buyuk Saidiyya tasarrufimizga besib kelishga zinhor fetnanmaydi. Chunki ular hozir Xoqoni Chin podshohi bilan put tepishib zimin talashish halakchiligida. Mushundaq ahvol ostida xazindan ziyoda lashkariy xarajat ajratish xuddi suvni ko'may o'tik solgandek ish bo'lib qolmasmi? Mirza Babaqbek Sultan Ismoilxonga ortiqcha gap yondiramay, Mirza Haydar Do'g'lati bilan Malika Muhtaram xonimga qaradi. Har holda lashkar to'liqlash ishiga sal qarmag'inimiz yaxshi edi. Davlat panohim, dedi Mirza Haydar Do'g'lati. Lashkari divan yaqinda har qaysi yurt, oymoq va chegirdagi lashkargohlardan olgan ma'lumotlardan qaraganda 10 necha xon lashkarining 5-6si qeyri ojiz, jangi yaramaydigan lashkarlar ekan. Mirza Haydar Do'g'latining bu so'zlariga Sultan Ismoilxon hech qanday ifoda bildirmadi. Xon atam shoir Muhammad Emin Xo'jam Herqiti Hazratning Muhabbatnoma va Mehnatkom dastonini o'qidimikin? Malika Muhtaram xonimning tuyuqsiz so'rgan bu savolni anglab, Sultan Ismoilxon bir oz gangirdi. Bu savolni nima maqsad so'rganligini bilolmay taajjublandi. "Ha, ancha-muncha o'qidim. Undaq bo'lsa, xon atamga mushu dastondan bir necha misra o'qib beray", dedi Malika Muhtaram xonim va qo'lidagi bulg'ar toshliq kitobning o'zi belgi qilib qo'ygan varqini ichib o'qishga boshladi. "Nökerlar bo'lmasa, shoh ham gadodur. Qoyu shoh bir-biridan hukmin tutadur. Qilolmas birsiga ulug'luq, nechun kim shohlik yosi quruqluq. Bari shoh jami esa yo'qdir raiyat. Qachon qilg'ay ular bir-biriga xizmat. Gada birla puzundur shoh zoti, gadoning davlati shoh iltifoti." Bu she'rning yashmisi askari yo'q podshoh gadoyi bilan barobar. U holda qaysi podshoh bir-birining gapiga kirdi.
Undaqda ular biri-birigimi çoğunçılık qılanmaydı. Şahlık yasınımı quranmaydı. Həmmi şahni cəmlisimi puqrağa təng bolanmaydı. Padişahlar qaçan biri-biriga xizmat qilib baqqan, padişahning mərtəbəsi kambag'allar bilanla üstündür. Kambag'alning dövlət ko'rishi şahning iltifotiga bog'liq. Mirza Babaqbek Malika Möhtərəm xanımning aqliga yana bir qitim qoyil bo'ldi. U garchi dostonni xeyli tafsili o'qigan bo'lsa-mu, bu misralarga ancha diqqat qilmagan edi. Nemişqimi o'g'il bola bo'lib tug'ilib qolmagan bo'g'itdingiz Malikam. Aslida bu misralarni xon oliylariga birlikda o'qib berishga meni da'vat qilishingizdimi? Xuddi men o'xshash ko'nglingizga lashkariy ishlar to'g'riliq mutaa tukuklik ekanda bo'shib qolmang. Qizim, xon olilarini faqat sizli qoyil qila olasiz. Shu kunlarda yeshining cho'ng'ishiga agishib, bag'ansiri aqliga to'livatgan Malika Möhtərəm xanım tantakligi, sho'xliqini tashlab, jimqurlashib, bag'ansiri nazokatlik bo'lib qolgan edi. Sizning mudoyingizmi Amir Kabir janoblari bilan o'xshashganda Malikam, dedi Sultan İsmailxon Malika Möhtərəm xanımning maqsadini tushunib. Shundaq xon ata, hammasi saltantimizning tinch amonligi, shanu shavkati uchun zodi lashkariy xarajatni ko'paytib, lashkar to'liqlamasak bo'lmasmi amirlarim? dedi Sultan İsmailxon ilgirki qarordan bir oz tavrinib. Lashkar to'liqlashli emas, bir qism xon lashkarlarini Qumul, Turpan taraflarga yo'tkash kerak, xon ata, dedi Malika Möhtərəm xanım dadil so'zlab. Boya sizlar aytgandek, buyuk Boburiylar bilan Buxoro xonligidan tashvishlanmasakmi bo'ladi. Ammo Uyrat aqsunyaklardan har vaqt ho'shyor turmoqimiz lozim. Qumulning lashkariy mudofiyasini kuchaytsak, ondan xotirjam bo'lamiz. Shunga lashkariy hozirliklarni kuchaytish xususida yarliq tushirishlarini iltimos qilaman. Zinhor ikkilanmagaylar xon oliylari, deb murojaat qildi Mirza Babaqbek bilan Mirza Haydar Do'g'latimi. Bo'pti, janobi amirlarning deganicha bo'lsin, dedi Sultan İsmailxon. Ammo lashkariy xarajat ziyoda eshib ketmagay. An hazratimga ma'lum qiladigan yana bir iltimosim bor edi, dedi Mirza Babaqbek. Qani xo'sh, har qaysi yurt oymoqlardagi amir lashkarlar bir o'rinda uzun mezgil turganligi uchun o'z yaqinlarini, urug' tuqqanlarini lashkariy mansablarga qo'yib, haqiqiy jangbozlik mahoratiga ega bahodirlar, ko'p qitim yog'iy janglarga qatnashgan sarvozlarni chetga qoqadigan, mansab martabasini to'valtib etadigan ahvollar, xususidagi arz shikoyatlar lashkariy divonga ko'plab kelmoqda. Shunga xon oliylari farmon bersa, har qaysi yurtlarning amir lashkarlarini almashtirsak, bir qism qobil yosh sarkarlarning lashkariy mərtəbəsini östürüb, təminatını aşırıb bəsək, sərkərdə ləşkərlərinin səltənitimizə boğan sadaqətini aşırıqlı, ləşkəri qanun casaqını küçəytib, Səydiyə ləşkərlərinin casarətini teximi urğut qılıb olatdı. Bu haqda iki canabi əmir toluq bir rüyxət bütüb orduğa yollağay. Qıblıgahimnin himmətiga əşqallah, dedi Mirza Babaqbek.